Polikistoz, ya'ni tuxumdon sindromi qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Polikistoz sindromi quyidagi shikoyatlar bilan namoyon bo'ladi. Birinchi galda aytib ketishimiz kerak. Ayollar kelganda hayit siklini buzilishiga shikoyat qilishadi. Hayit siklini o'zi 3 ta turga bo'linadi. Normopanik bo'ladi. U har 28-30 kunda keladi. Bo'ladi antropanik hayit sikli. Antropanik deganimizda u 21 kunda hayit sikli har oyda keladigani. Va bo'ladi postpanik. Postpanik deganimizda bunda 40-45 kunda keladigan hayit siklini regular keladigan hayit sikliga aytiladi. Endi polikistozda biza agarda anatomiyaga qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, tuxumdon o'zi o'lchami 3-4 santimetr bo'ladi. Ikkita qavatdan iborat. Folikular va korkovый sloy deyiladi. Demak, miya qavatidan iborat bo'ladi. Miya qavatida asosan bizada qon tomirlar, nervlar joylashgan, po'stloq qavatida folikullar har xil darajada yetilganligi bo'ladi. Bilamizki, hayit sikli qizlarda o'zi 12-14 yoshlarda keladi. Hayit sikli kelganda bizada bitta dominant folikula bo'lishi kerak. Bitta dominant folikula atrofida mayda folikullar bo'lishi mumkin 4-5 ta. Polikistozda qanaqa? Bitta folikula bo'lmaydi-da, mayda folikullar ko'payib ketadi. Bu hisobiga hayit sikli asta-sekin nima edi, cho'zilib boraveradi-da, tuxumni o'lchamini kattalashishiga ham olib keladi. Normada 3-4 santimetr degan bo'lsam, bu yerda 5-6 santimetr bo'ladi. Yana shuni aytib ketishim kerakki, mana endometriy qavati bizada bachadonda o'zgarish va tuxumdonda o'zgarish baravar ketadi. U deganimiz endometriy qavati hayz kelishdan oldin 14-15 millimetrgacha kattalashadi. Polikistozda u asta-sekin kattalashib boradi-da, 16-17-20 millimetrgacha kelib, bunaqada shikoyatlari hayit siklini mana vaqtida kelmasligi, 2-3 oylab cho'zilib keladi, kelganda ko'p miqdorda kelishiga sabab bo'ladi.